Biz bu dunyoga vaqtincha kelamiz. Bu jasad vaqtincha transport vositasini o'tab turibdi. Asosiy gap ruhda. Tiriyu hamma yoqqa sig'ib ketaveradi tiri paytingizda. Sig'ib ketaverasiz. Xudo ko'rsatmasin Alloh taolo o'z Azroil alayhisalomni yuborib jonni olgandan keyin bir kun ham sig'maydi inson. Ko'tar olib bor deydi, shapolab ustiga to'p-to'pga yashlab urib, qishlarni terib tushib ketib qolmasin deydi, men suvab urib ketaveradi mana shunaqa. Bu jasad agar kislotasi aktiv turib voqib tushib qolsa, ma'dan bo'lib yo'q bo'lib erib yo'q tuproqqa aylanib ketadi. Ammo Allohning rahmatiga shukrlar bo'lsin. Urug'imizni mukammal qilib yaratgan ekan. Umurtqa pog'onani dumg'aza qismida mozg suvlig'ining ichida bitta zarra atom shaklidagi qoladigan urug'imiz, uni sforasi, ustidagi qobig'i necha milliard odam-atodan kelayotgan insoniyatlarning urug'lari mukammal tuproqda saqlanib turadi. Tangli qiyomatda shu urug'lardan ko'kartirar ekan. Ey ruhlar, kiringlar jasadga deb shunday kirishini bir cho'chib uyg'onib 15 toifaga aylanib ketadi. 7 jannat ahllari, 7 do'zax ahllari va bittasi arosat.